Furaga ham yuklayapmiz. Bunga ham yuklayapmiz. Bu yuklayotganimiz 4,5. 4,5 qanaq yaxshi holat. Bu Furaga. Xorazmdan Jo'rat aka kelganlar. Bugun 3-furani yuklayapmiz. Ertaga yana bitta bor. Kechqurun osh, xudo xolasa somorlar aytib berganmiz, bemalol kelaverasizlar. Rahmatulloh ham ketdi. Orada kelinlarimiz kelib qolishdi. 4,5 dan ham yuklab beryapmiz. 4,5 bilan baquvvat bo'ldi. Ona kitti dedi. To'rt yarim to'sinlar baquvvatligini ko'ringlar. 6 to'sin bilan bir xil chiqdi. Bu chiqayotgan to'sinlar qaranglar mana. Uran to'ldirib beryapmiz. To'sinlar zo'r joyi bor edi. Kelaverasizlar, xudo xolasa mana. Alijon holding ko'ringlar, 4,5 ichidan chiqyapti. Qachkan ichidan shunaqa yo'g'on 4,5 chiqyapti. Hammasi padbor bo'lib terilgan, mana ichidan chiqayotganlari. Holatlari zo'r edi. 5-6 to'sinlar bilan bir xil yo'g'onligi. Nizom ekan qo'lda ham. Hammasi bir bo'yli 4,5 to'sinlar bo'lyapti. Ha, baquvvatligi 5 to'sinlardan ham katta. 4,5 to'sinni eng zo'rlari chiqyapti mana. Aylanish kuyiga to'lamiz. Uramiz ham to'ldi, xudo xolasa. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Mana shunaqa chiroyli qilib. Faqat to'sin yukladik. 4,5, 5, 6 hammasidan 4 metrli qilib yuklab berdik. Sizlarga ham shunaqa yuklab beramiz. Telefon qilib obuna bo'lib turinglar. Men borganda yetkazam xudo xabar. Sayxonada beriladi. Shuni o'tirib, kiymasini qarab cho'rajakman. 18-sida yaldi svetchiniki. Shuni yana o'tir. Aşağı yanında bir baba. Magnet geçsin. Yanında bir sonra